Hurmatli No'g'at Xorij kanal qatnashchilari. Bugungi kunga 8-fevral 2023 yili biz No'g'at shahrining Qursal masjidida tanishtiramiz. Bizdan Avstraliya boshqa mutaxassislar ketdik anda bankning joniga ko'ramiz. Ular tuğanlar ona biz hozir Qirsamoqqa keldik. Qirsamoqda 80 so'm, 86 so'm, 30 dollar, 90 so'm euro, 1 so'm 21,5 tenge rubl. Ular tuğanlar qarangizlar. Bu çalışmacha ko'rmaydi, ular tuğanlar qarangizlar. Doskir'de banka gel, Doskir'de banka 86 so'm 77 dollar, 93 so'm 30 euro, 1 so'm 21,5 tenge rubl ekan, ular qarangizlar. Ular valyutaga gel, qarangizlar, valyutada 86 so'm 30 dollar, 1 so'm 20 tenge rubl. Qozoq tengesi 0.13 teng, O'zbekistonning 0.75 teng, ular qarangizlar. Mana valyutadan qarangizlar, endi shunday ekan bu yerdachi. Ona biz ekoslamakta geldik. Ekoslamakta 86 so'm 50 dollar, 90 so'm euro, 1 so'm 21,5 teng rubl ekan, ona qarangizlar. Finka banka geldik. Finka bankda shunday ekan, 86 so'm 20 teng, 86 so'm 30 dollar, 90 so'm 50 euro, 1 so'm 21,5 teng rubl ekan, ona qarangizlar. Ona shunday No'g'at Xorij kanal sizlarga qo'shib daim omon bo'linglar. 8-fevralda ko'rsatib shunday oyoqdadi. Foto'sa qartoz bizdan olsa like boshqa metaja qo'ying. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Xo'sh, katta chivonlar omon bo'linglar.